Sotuv haqida gaplashamiz. Sotuv o'zi nima degani? Pul o'ylab topilishidan avval yoki zamon rivojlanmasidan avval asl sotuv qanday boshlangan? Internetdagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, pul, ya'ni valyuta ixtiro qilishdan avval savdo natural ayirboshlash barter shaklida bo'lgan. Ya'ni odamlar o'zlaridagi ortiqcha mahsulotni boshqalarning ortiqcha mahsulotlariga to'g'ridan-to'g'ri almashtirishgan. Masalan, dehqon bug'doyni yog'ga almashtirgan, baliqchi baliqni mevalarga almashtirgan. Bu tizimning muammolari juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni yog'ni almashtirmoqchi bo'lgan insonni tuxumga ehtiyoji bo'lmagan. Bundan tashqari mahsulotlarning aniq qiymati bo'lmagan. Ya'ni bir dona tovuqqa necha dona olma berishligi noma'lum bo'lgan. Shunday qilib asosiy muammolar ehtiyojdan kelib chiqqan. Ya'ni sizni nimaga ehtiyojingiz bor va siz ayirboshlamoqchi bo'lgan mahsulotning egasiga nima kerak bo'lgan. Ya'ni sizni tovuqqa ehtiyojingiz bor, lekin sizda olma bor. Tog'i bor insonni sizdagi olmaga ehtiyoji bo'lmagan. Hozirgi zamonda ham xuddi shunday davom etadi. Ya'ni siz odamlarning ehtiyojini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Bu insonga aynan qaysi mahsulot yoki xizmat kerakligini topishingiz kerak bo'ladi. Sotuvning birinchi tamal qoidasi shu bo'ladi. Agar mijoz sizni mahsulotingizga ehtiyoj sezsa, bu sotuvni amalga oshirish juda ham oson bo'ladi. Lekin ko'p hollarda sotuvchilar odamlarning ehtiyojini aniqlashni zarur deb bilmaydi. Umuman olganda ehtiyojni aniqlashga urinib ham ko'rmaydi. Walk me home, let me live my life on hope. Crossroads where we at, you go right, I take left.